Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İmam Bukhari Hazretleri'ninki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Hazretleri mundaqdaydı. Bab rafi'as savti fil masajid. Mescitlerde yuqori ovozda gap qilishninki mazmuni hukmi haqida to'xtalyapti. Endi bu 470 numaralı hadis. Bu hadisda İmam Bukhari Hazretleri bizga Ali ibn Abdullah hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Bukharining buyuk ustozi Ali ibn Abdullah el-Medini degan kishi. Bu kishining tarjimasi boshda nihoyat ko'p o'tgan. Bu kishi deydi bizga Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab bergan deydi. Bu zot deydi bizga Juayd ibn Abdurrahman hadis so'zlab bergan deydi. Bu odam deydi menga Yazid ibn Husayfa hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu yerdeki bu ravilarning hammasini tarjimali o'tgan, faqat Yazid ibn Husayfaniki tarjimali o'tmagan. Yani bu adam kim degan vaqtda Yazid ibn Abdullah ibn Husayfa ibn Abdullah el-Kindi nomi bilan mashhur. O'zi 130 yoki 121 shu atroflarda o'lib ketganligi xotirlangan. Hamda bu adam bu hadisda tog'isidan bayon qilyapti. Sahib ibn Yazid bu yerda Yazid ibn Abdullah ibn Husayfaning tog'isi bo'ladi. Tog'isi bo'ladi. Ya'ni cho'ng bovisi qatorida. Chunki Sahib ibn Yazid bilan bu yerdagi Yazidning cho'ng bovisi Abdullah ibn Yazid yoki Husayfa ibn Yazid deganlar bu okuka. Demak, bir jamoat, ya'ni o'ziga bir bov tog'isidan bayon qilyapti bu hadisni bu adam. Hamda hadis ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchli obid odamdi deb ta'riflagan. Masalan, Ibn Hajar Asqaloniylar, Imom Zahabiylar ishonchli deb ta'riflagan. Bu odamga salbiy qarashda bo'lganlarmi yo'q emas. Masalan, Ahmad bu odamning hadisi munkar degan edi deydi. Bu yerdagi Ahmad kim o bizga noma'lum. Lekin Ahmad ibn Hanbal, Imom Nasai'da bu kishini ishonchli deb bayon qilgan. Asosan ko'p sondagi mashhur hadis ulamolari bu kishini ishonchli deb baholagan. Endi bu kishiningki ustozlari cho'ng bovisi tog' taraf Sahib ibn Yazid degan kishi, Urvat ibn Zubayrlar bu kishiningki ustozi bo'ldi. Endi shagirtlar Sulaymon ibn Yasar degan kishi masalan bu kishiningki ustozi bo'ldi. Shagirtlar kelsak, mashhurlardan masalan Malik ibn Anaslar masalan bular bu kishiningki shagirdi. Sufyan ibn Uyayna bilan mashhur muhaddislar. Bular bu kishiningki ustoz qatorida bo'ldi. Endi bu kishining hadis ilmi qo'shgan tuhfas qatorida Sahih Buxoriyda 6, Muslimda 5, Muvatta Imom Malikda 4, Abu Davudda 4, Nasaiyda 4, Termiziyda 2 hadisi borligi xotirlangan. Bu kishiningki nihoyat hadis ilmi qo'shgan tuhfas qatorida hisoblanadi. Endi bu zot bu Sahib ibn Yazid'den bayon qilyapti-da. Sahib ibn Yazid'den bayon qilib, Sahib ibn Yazid deydiki, men masjidda edim deydi. Bir adam menga o'rtusam, bir uşaq bunday bir chamma otdi yoki uşaq shig'il bug'doydek, masalan, shig'il toshni otdi deydi. Shunda qarsam Umar ibn Xattobga. Umar ibn Xattob dediki, "Menga berib sana ashkalarni ilib kelasiz" dedi. Berib ashkalarni ilib keldim. Umar ibn Xattob dedi, "Sizlar kim ha? Nereden bo'lasizlar yoki?" deganda gaplarni qilib ulardan savol so'radi. Ular dediki, biz toifliklar to'q taqsa degandikan, agar mushu yerlik odamlar bo'lgan bo'lsanglar, sizlarni men jazolaydim juma. Bu Rasulullohning masjididan yuqori ovozda gap qilamsizlar deb ularga ogohlantirish tanbeh bergan. Albatta bu qissa, bu hikoya Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin Hazrat Umarningki zamonasida yuz berganlikka chiqib turibdi. Undan boshqa Hazrat Umarningki bir mehmonni hurmatlash xislatini bilib olgan bo'ldi. Agar siz yerlik kishilar cho'qim biladi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidda yuqori ovozda gap qilmaydi. Agar yerlik bo'lmagan bo'lsanglar, shu yerdan bo'lgan bo'lsanglar men jazolaydim degida, sizlar masjiddagi qoida usulni bilmaydigan, amr ma'ruf ishlarni bilmaydigan odam o'xshaysizlar deb bo'pti deb ularni kechirib etgan. Yana bir nuqta bu yerda eskartishga tegishli. Hadisdagi bizga berilgan masalan uchur Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki masjidida bo'lgan voqelik bo'lsa-mu, lekin Imom Buxoriy hazratlari masjidlarda deb ko'plik qo'shimchasini ishlatgan. Ya'ni har qanday masjidda yuqori ovozda ko'tarish, bazocha gap qilish, masalan qaynam tashqanga to'lgan, masalan qaynoq bir bozorniki vaqirash,
Ma şekildeki geplerini qilish masjidlarda taza naloyiq, munosib emas degan hukmni Imom Buxoriy bobdagi mazmun orqali bizga bu yerda bildiryapti hamda. Hem tövende 471 numaralı hadise İmam Buxoriy Hazretleri deydiki bizga Ahmad hadis so'zlab bergan. Bu raviyninki terjimali boshda o'tmagan. Bu kim o degan vaqtda bu Ahmad ibn Salih al-Misri nomi bilan mashhur kishi bu. Yoki kunyasida mesela Abu Ja'far al-Misri deb o'yladi. Bu kishi o'sha Ironniki hozirgi Xorasonning, qadim Xorasonning, hozirgi Ironning Tabariston o'lkasidan. Lekin bu odamniki tug'an yeri Misrda tug'an, şu an Misri deb nom berilgan. Bu kishi Hijriyaniki 170-yillar atrofida tug'ilib, 248-yillari Hijriyaniki shu paytda o'lib ketgan. Ota bobusi Tabaristonlik. Özümüş Irak, Damashq, Türkiye'nin hozir Antakiya qatorliq yurtlar, Ramla, Quddus müşta taraflarga berib shu yerda hadis o'rgangan. Ibn Hajar, Imom Zahabiy qatorliq ulamolar bu kishini hafiz, hadis ilmida mazbut, ishonchlik odam deb ta'riflagan. Shuningdek Imom Ahmad rahmatullohi alayh Abu Zar'adan so'ragan bu ikkilisi cho'ng hadis olimlar. Misrda kim bor mushaddiz ulamolar degan bu orqan qanday adamlar bor desa Ahmad ibn Salihni qo'yib keldi Misrda degandan Imom Ahmad xush bo'lgan. Xush bo'lgan. Nima qilganda Imom Ahmad bu kishiniki hadis ilmidagi salohiyatiga ishongan. Shuningdek. Shunga bir qism ulamolar Misrda Ahmad ibn Salih, Iroqda Ahmad ibn Hanbal mushu hujjat odamlar deb ta'riflagan. Allohning huzurida hujjat bo'la oladigan. Yani hujjat bo'la degani hamda isbot xarakterlik dinniga isbot bo'la oladigan bunda odamlarda. Demak bu odam haqida berilgan baholar sarxil. Mayli Imom Ahmad ibn Hanbal bo'lsin va uning boshqa nurg'un ulamolar, hadis ulamolari ishonchlik, rostchil degandek bahoni bergan. Hatto Imom Buxoriy musiqatun saduq deb ketganda bu ustozni hamda. Misrda hadisni shu odamdek shu davrda yaxshi biladigan hafiz bo'lmagan. O'zi fiqh, hadis, nahv qatorliq shu pallarni voyaga yetkazib o'rgangan, bilgan odam. Ammo mashhur hadis ulamolar ichida hamda lekin Imom Nasa'iy rahmatullohi alayhiniki ko'z qarashi bu odamga nisbatan boshqalarga sal o'xshamaydi. Bu emin emas, siqa emas degandek bunda baholarni berib qo'ygan. Hatto Yahya ibn Ma'mun masalan bu kazzab falsaf so'zlaydi, Misr jamiyalar xatolashidi degandek. Lekin Imom Nasaiyniki bu odamni zaif deb qarashninki sababi bir qism ulamolar balkim Ahmad ibn Salih haqida bir xato tushuncha bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Chunki uning sababi Imom Nasaiy rahmatullohi alayh ayni vaqtida masalan shu Ahmad ibn Salihning huzuriga bir qism kishilar bilan kelgan Misrga hadis ulamolari, talibilar, o'quvchilarda. Ularning ichida masalan Imom Ahmad ibn Salih toza xursand bo'lmaydigan, ko'nglida rohat topmaydigan odamlar bo'lsa kerak. Bularga hadis so'zlab bermagan. Shu kishilarni toza yoqtirmagan ahvol ostida. Shuning bilan bu Imom Nasaiy bilan bu kishiniki majlisda bir oz bir xil mensitmagandek yoki toza e'tibor bermagandek tuyg'uga kelib qolgan Imom Nasaiy. Shu sababdan bu ikkisiniki avvalo toza yaxshi munosabati yaxshi bo'lmagan. Chunki shunlashqa Imom Ahmad ibn Solihni kibr va buning opiti dadi kibr deb bunda ta'riflagan. Hamda to'g'ri tushunishmaslik, xato tushunishmaslik bir qism ulamolar orasidagi shundoq o'xshamaydigan. Ikkalasininki niyati durust, lekin bir qism o'xshamaydigan shundoq qarashlarning bo'lishiga sababchi bo'lib qolgan. Lekin ko'p sondagi ulamolar bu kishiga yaxshi baholarni bergan 280-yillar atrofida o'lib ketgan bu odam. Lekin shundoq bo'lsa-mu Imom Nasaiy rahmatullohi alayh bu kishiningki hadisini rivoyat qilib chiqargan hamda. Shunlashqa bir qism ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik hafiz musulmonlarning katta imomlarininki birisi. Bu odam to'g'riliq boshqalarniki degan gapi bu odamning sha'nini tushirib bu odam haqidagi ayibli so'zlar bu odamga ta'sir ko'rsatmaydi deb Imom Nasaiyga qaratib bu kishiniki bahosini yuqori ko'targan.
Bu kişiniki ustozlarımı binaetli serxil. Mesela Abdullah ibn Vahib deymiz, Sufyan ibn Uyeyne deymiz, Abdurrazak ibn Hammam deymiz, emmisi katta Fazl ibn Dukayn deymiz. En meşhur muhaddisler. Bu adamdaki şagirdlerinden mesela İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyh, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu kişiniki büyük şagird oldu hem de. Bu kişinin hem de hadis ilmi qo'shgan töhfler qatorida Sahih Buxoriyda 31, Abu Davudda 141 tane hadisi bor. Demak, hadis ilmi qo'shgan ayeti büyük töhfisi mushu. Endi bu zot deydi bizga Ibn Vahb hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishiniki tarjimalimi boshda o'tgan buyuklarning biri. Bu zot deydi menga Yunus ibn Yazid xabar bergan deydi. Bu zot Ibn Shihab'din. İbn Şihab'ın tercümanı köp etdi oğay. Bu adam dedi bana Abdullah ibn Ka'b ibn Malik hadis sözlep bergen dedi. Bu adam dedi özüň dadysı toğruluk gep kılıp Ka'b ibn Malik onuňa dep bergen eken. Yani dadysı balysı Abdullah'a dep bergen eken. Bu adam İbn Abi Hadrat degan adamdan ilişi varken Resulullah'ın zamanında. Bu ilişini mescitlap süylепti. Pulunu bersen oldu, pulunu bergen dedi. Şu aralıkta bu eşkisinki avazı sel kötülep gitip kaptı. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüň öýde turup anlatdy. Çünki Resulullah'ın oyu mescid bilen bir tamam bir koşna. Peygamberimiz o iş gelenden ki kaşığı çıkıp öýsüniň melaňysini perdesini şunda eçep Ka'b ibn Malik kep dep toğlapdy da. Toğlandan keyin Ka'b ibn Malik "Hoş ya Resulullah" depdi. Peygamberimiz kol bilen da işaret kılıp ilişanyň ýerini kötürýte diýendikin kep "Boldy ya Resulullah kıldım" depdi. Hada ola dep uyan bir qarap şümeýlen. "Boldy ya Resulullah boldy." Mesela min qazogam iliş ogam bolsa 500 kötürýtem, sen kötürýte diýendikin "Ya Resulullah boldy" dep 500 gaýtjy goýup da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem melik sahabe depdi. İbn Abi Hadratki qopaýandy meňe berip pulany asta aýygyny tölýärdi joga. Dep şunaq depdi. Hem de bu yukarı hadiste mesela Ömer ibn Hattab inkar kıldı. Mayada bu doğruluk gap bolmady. Mesela avaz götürilip ketdi. Bunu İbn Usaymin rahmetullahi aleyh Ömer'nin kılgan kılıqı mescidinki hürmeti bozulmasın dep şuna çekilgen. Ama ma hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabalarınki meselesi bu tabi avval bolgan. Çünkü bir davada husumetleşip kalgan yak bop kalgan adamın avaz yukarı götürülüp ketişi tabi avval. Darhal bular Resulullah'ın çakırığı avaz koşup bunu pesaytken dedi. Lekin yukarıdaki Ömer ibn Hattab'nın kılgan kılmışı o normal haletdeki mesela baza aparın olap kalgandaki yukarı avaz ki şuna bunu inkar kılgan dedi. Onundan başka hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki şu qarz meselesi bir-birinin arasını Suriye kıp koyganlıkmı bu yaxşı bir ahval ekenligini bildirip atıdı. Ondan başka mesela bir adamda 50 min ya 100 min pullap kalsa, muş puldu mesela yer kötürüp ötemse ben kağını berey dese, karşı taraf razı olsa bu boludu deydi ben yukarı hadis boyunca. Mesela hazır berse mesela 100 min koy kazım var mesela 100 min. Hazır bersem 80 min berey. Bir şikayet ki bersem 100 min hemen berme kanda jigeman kötürüp ötemse dese. Bu meselede ulemalar arasında ihtilaf bolgan takdirdimi? Bu mu durust diyen İbn Usaymin rahmetullahi aleyh. Sebep cezanda töpünü alıdı, artıqını alıdı. Lekin bu yerde ziyade emas. Oşqunanmaydı, bu yerde kemeydi. Bu buna fakatlam cezanınki eksi. Bu durust boldu dep qaragan. Bugünkü dersimiz bu şekilde boğay. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.